Ramazon spokojno chempion bo'lib oladi, UFC chempioni. Ramazon даже bir xil bayslar bilan sparinglarni ko'rdim, oxirgi kelgan Jasko trener bilan kelgan paytlari. Bollarni даже 100% ga ishlamaydi-da. 60% ga, 70% ga ishlaydi Ramazon. Потому qo'yadi-da bemalol. U parallel bayslar. Bays juda ham yaxshi bayslar. Ismini aytmayman, juda ham dostoyniy bayslar. U ham 61 ga urush qilayotgan bayslar. Ramazon ishlagan payti ayab ishlaydi-da ular bilan. Men o'sha paytdan ko'rganimga sразу aytdim, işte bu bola 4 xomsovkani kiysa, unaqa 57 ga ko'pincha bolani ko'tinayiradi. Hozir endi soperniklarni ham tushunib qolib, Ramazon bilan ko'p bezopasniy bo'y qo'yapti-da, qanaqa distansiyada urganini bermaydi. Ramazon qachon yutadi, uribitsa qilsa, qo'li tegsa bo'ldi. Oxirgi soperniklar ham qochib, bo'y bermayapti-da bunga. Hammasi urgan bo'ldi. Qarajon Ramazonga bo'y berish kerak emas. Lekin opasnida. Ular charchamaydi-da, hozir bunga ishlayapti. Hozir endi mana doping tema bo'lib qoldi. Hozir qaytsa, Xudo xolasa. Xudo xolasa Ramazonda spokojno hamma shans bor chempion bo'lish rostdan. Va nimasi yaxshi Ramazonni va UFC men o'ylayman, что интересно bilish, что 57 ga nima uchun 57 ni yopmoqchi bo'ldilar. Hammasi 3 raund solishadi. Nakauterlar yo'q. Потому что 57 pashsha urganda uradi-da. Lekin Ramazon change game qilyapti-da, u almashtiribdi igrani. Bu odamlar ko'rsatdi, что 57 ga ham urib qitsa bo'ladi, zrelishi ko'rsa bo'ladi. Ramazon bankalarni qarang, tishingizdan bankangizga o'xshaydi. O'sha odamlar urib yiqitadi, например. Так что, men o'ylayman, полный shanslar bu.